Bilasizmi nima? Ko'pchilik orzu qilishadi, hamma narsani joy-joyida deyilgan, lekin ular o'sha joyda to'xtab qolishadi. Hozir biz keyingi etapiga o'tishni boshladik-da, ya'ni sizni orzularingizda sizni resursda ushlab turadigan ma'lumotlar bilan siz bilan bo'lishmoqchiman. Demak, nima asosiy ahamiyatga ega? Bizni doimo energiyadan ko'rishimiz. Energiya degani bu harakat degani. Ya'ni hayot bu energiya, hayot bu harakat. Ya'ni orzular bu harakat. Harakat deganda sizga nimagadir kurashib intilish emas, shunchaki to'xtamasdan harakat qilish. Shunchaki kichik harakat qilaverasiz. Maqsad natijasini endi qarang. Biz harakatni boshlagan paytimizda, men birinchi darslarimda ham aytganman, unga teng ravishda bizda nimalar paydo bo'ladi? Qarshiliklar paydo bo'ladi. To'g'rimi? Siz energiyaga to'lib, siz pozitivlikka to'lib nimagadir harakat qilayotgan paytingizda sizni xuddi o'sha harakatingizga teng ravishda undan to'xtatadigan hodisalar chiqishni boshlaydi. Undan to'xtatadigan voqealar chiqishni boshlaydi. Undan to'xtatadigan insonlar oldingizdan chiqishni boshlaydi. Tushunyapsizmi? Va sizda avtomatik ikkilanish paydo bo'ladi. Siz o'sha paytda unutmasligingiz kerakda, nima bo'lishidan qat'iy nazar sizning vazifangiz shunchaki harakat qilish. Masalan,